Sizlar bilan men qimorni to'xtata olmayapman, azartim kuchli va buni qanday yeksam bo'ladi degan murojaatlardan kelib chiqqan holda bugun sizlar bilan birinchi qadam, ilk qadam, ya'ni bukmekerlik kontorasidagi akkauntingizni bloklash, qanday xat yozish bo'yicha gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana video chiqishlarimdan ko'rib menga ko'p murojaatlar qilmoqdalar. Aka, azartim kuchli. Men bir kuni $1000 pul tiqaman, hisobimga yutqizaman. Yutqizgandan keyin bukmekerlik kontorasidagi ilovani o'chirib tashlayman va yana 2 kundan keyin azartim kuchliligi sababli yana qayta kirib, yana o'ynashda davom qilmoqdaman. Qanday qilib bu o'yindan qutulsam bo'ladi? Qanday qilib tark qilsam bo'ladi qimordagi o'zimni azartim boshqara olmayapman degan murojaatlar ko'p tushmoqda va shundan kelib chiqqan holda bu videoni tayyorlamoqdaman. Bugungi video chiqishim shu birinchi qadam, ilk qadam, ya'ni o'zingizni stavka qilishdan yoki kazinoda qandaydir o'yin o'ynashingizdan qutulish, ya'ni ilk qadam desa ham bo'ladi. Shu bukmekerlik kontorasidagi akkauntingizni qanday qilib bloklash to'g'risida texpoddержкasiga xat jo'natish to'g'risida gaplashamiz. Demak, shu o'zimiz o'ynayotgan ilovaga kiramiz. Bukmekerlik kontorasidagi hisobingizni, akkauntingizga kirasiz. Bu joyda pastki qismida menyuga kirasiz. Menyuga kirilgandan keyin keyingi qiladigan ishimiz поддержка. Поддержкаga tugmachasini bosamiz. U ochiladi. Ochilgandan keyin tepa qismida chat с поддержкой. Shunga bosamiz va kiramiz. Va sizga o'zi muloqotga assistent nima xizmat deb murojaat bilan qiladi. Pastki joyiga demak yozishni boshlaymiz murojaatni. Assalomu alaykum. Men sizdan juda muhim iltimos bilan murojaat qilyapman. Menda qimor o'yinlariga kuchli qaramlik, ya'ni ludomaniya kasalligi mavjud. Shu sababli iltimos meni akkauntimni doimiy ravishda bloklab qo'yishingizni va qayta ochish imkoniyatini bermasligingizni so'rayman. Men o'zimni nazorat qila olmayapman va bu holat hayotimga jiddiy zarar yetkazmoqda. Agar bu davom etsa, o'zimga zarar yetkazish xavfi ham bor. Iltimos, ushbu murojaatni jiddiy qabul qilib, meni akkauntimni to'liq yopib qo'yishingizni so'rayman. Oldindan rahmat deb shu murojaatni, xatni jo'natasiz. Bu xatni jo'natgandan keyin sizga keyingi etap xati bilan chiqishlari mumkin. Haqiqatdan ham shu akkauntingizni bloklamoqchimisiz? Siz bloklasangiz qaytib kira olmaysiz. Biz sizni 3 oyga yoki sroklar, muddatlar qo'yib yopib qo'yishimiz mumkin. Keyin yana qaytishingiz mumkin degan mazmunda sizga xat jo'natishlari mumkin. Bu to'g'ri, bu ilk qadam. İlk qadam bo'lsa ham bu sizga yordam beradi. Keyingi safar qo'lingizga yana pul tushganda, qayerdandir pul topganda, pulingizni o'z hisobingizga to'ldirmoqchi bo'lganda, bu akkauntingizga kira olmaysiz. Akkauntingizga kirmoqchi bo'lsangiz, sizga aytishadiki, iltimos, siz ludomaniya kasalligi, o'zingiz boshqara olmaydigan darajaga borib qolgansiz. Sizni hisobingizni, akkauntingizni bloklaganmiz. Siz qayta kirishingiz uchun shu psixologlardan yoki terapevtlardan yoki davolanayotgan joyingizdan xat, ya'ni tuzaldi degan xatni so'rashadi. Shuning uchun bu sizga bir ilk to'sqinlik desa ham bo'ladi. Bu hisobingizni to'ldirmasligingiz uchun va qayta o'ynamasligingiz uchun. To'g'ri, siz bitta o'ynayotgan bukmekerlik kontorangizni bloklandingiz. Bu degani sizni to'xtatdim degani emas. Hozir vыбор ko'p, tanlov ko'p, boshqa bukmekerlik kontoralar bor. Hammasida iloji boricha qilishga harakat qiling. Demak, biz siz bilan bugun ilk qadam, ya'ni shu o'ynayotgan bukmekerlik kontoralarini, telefondagi ilovalaringizni o'chirdingiz yoki ularga xat bilan yozib, shu akkauntimni doimiy ravishda bloklashni so'radingiz. Bu sizni birinchi qadamingiz, birinchi yutug'ingiz ham deb bilaman. Chunki men bu narsani o'zim qilganman. Bu menga juda katta yordam bergan. Men shu narsani qilganimdan keyin, to'g'ri, oradan 2-3 kundan keyin qo'limga pul tushgan. Menda shu 2-3 kundan keyin o'zimni nazorat qila olmayapman. Chunki men bu narsani o'zim qilganman. Bu menga juda katta yordam bergan. Men shu narsani qilganimdan keyin, to'g'ri, oradan 2-3 kundan keyin qo'limga pul tushgan. Menda shu
eski triggerlar, hayoldagi yutkizilgan pullar esimga tushgan. Shuni qaytarib olaman, bir marta olmadimmi sinab ko'raman deb yozdim. Kirganimdan keyin login parollarimni yozganimdan keyin menga aytishdiki, iltimos, siz bizdan akkauntni bloklash to'g'risida xat jo'natgansiz. Sizni akkauntingizni ochishimiz uchun bizga men tuzalganman, psixologlardan xat yoki vrachlardan, terapevtlardanmi kimdandir xat olib kelsangiz, shuni jo'natsangiz sizni akkauntingizni tiklab beramiz, восстановить qilib beramiz deb aytishgan. Xullas, shu menga turtki bo'ldi. Men shu narsani menda bir yordam desa ham bo'ldi. Kirishga menda ishtiyoq qochdi. Men shu kuni o'ynamadim, pulimni qarzimga berdim. Bu menga birinchi foyda bo'ldi. Demak, bugun sizlar bilan o'z akkauntingizni qanday qilib xat bilan murojaat qilib akkauntingizni bloklash to'g'risida gaplashdik. Video yoqqan bo'lsa like bosing, qimordan chiqmoqchi bo'lgan, chiqayotgan insonlarga ulashib qo'ying va ularning yaqinlariga ham ulashib qo'ying. Qimordan chiqishning iloji bor. Siz yolg'iz emassiz. Profil shapkada Telegram gruppamiz bor. U joyga kiring. O'zingiz haqingizda ma'lumotlarni ayting. Anonim bo'lsa ham ismingizni yozmasangiz ham o'zingiz haqingizda yozing. Bu yerdagi Telegram gruppadagi insonlarning ko'pchiligi shu qimor o'ynamayotgan, qimordan chiqayotgan, o'zini maslahatlarini, o'zini fikrlarini aytishadi. Keyingi videolarimiz siz haqingizda bo'lishi mumkin. Sizni qilgan xatolaringiz kimgadir o'rnak bo'lishi mumkin. Bemalol yozishingiz mumkin. Keyingi video siz haqingizda bo'lishi mumkin. Videolarimiz sifatli chiqishi uchun yangi kameraga pul yig'ilmoqda. O'z hissangizni qo'shing. Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi, yutkazishing aniq. Sen to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Hayotingni qutqar, vaqtida xulosa qil, tan ol, qimorni tark qilsa bo'ladi. Ko'rishguncha.